ikkinchi olishingiz bu? To'rtinchi olishim. To'rtinchi. Ko'pchilik anaqa raspif oladi, bir ikki olgandan keyin o'sha butunga o'tishadi. Ganimetda hidi bu aynan. Ganimet и fransozi ham. Korobkasi ham kerak emas. Yaxshi, mashinaga shunday tushadi, yog'jalik ishlatadi. Panchali usti ko'rinishda zo'r bo'lmaydi, mana bunaqa korobkalar bo'lmaydimi, lekin qiladigan ishi o'sha shisha emas. Shishaning ichidagi suyuqlikda, ya'ni parfyumda biron joy kirganingizda srazi kelishi, biron joy problemda bag'ringizga olib ko'rishganingizda ham unda qolib ketishi xuddi o'sha narsa. Mijozlarimiz ko'p tashlab ketishadi, aynan mana shu modonni. Bizga atrini bering deyishadi. Mana bizda yig'ilib qolgan. Mana ilgari ko'p raspif olishardi, hozir raspif ketmay qo'ydi, hozir butun ketishni boshlagan. Modon obsidianini hozir ham olib ketdilar. Yaxshi joylarga ishlatsinlar. Aytgancha, bu nimani hidi deganlar uchun Modon obsidian Ganimetda hidi. Ganimet o'zidan ham agressivliroq qilgan. Ganimet endi hidini eslataman. Doktorxonada, aynan tish doktorlar qabulida siz poylab o'tirsiz navbatingizni, o'sha payt ichkaridan qichqiriq va doktorxonani hidi kelyapti va qattandir plastmas hidi uryapti, birpas turib sizga mandarin, apelsin, sitruslar hidi uryapti. O'shani hidi. Tushuntirish ko'rdingizmi? Xuddi shu narsa, aptekani hidi. Nimaga sepish kerak deganlar uchun hech kimda bo'lmagan uchun sepiladi va yorib chiqadi boshqalarning hidini.